Hammaga assalomu alaykum, aka-uka, opa-singillar. Ko'rib turgan avtobusinglar mana UzAvtoTrans kompaniyasining avtobusi. Avtobusda ichki holati, aka-ukalar. Avtobusda mana xudo xolasa issiq sovuq suvlari bor, kullerlari, sideniyalari yotadi mana. Bu yonboshga chiqadi. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, brat? Avtobus yoqdimi, qulayliklari? Yaxshi. Tavsiya qilasizmi boshqa yurtdoshlarga? Bemalol ishonib kelishaversinmi? Ishon kelarsan. Yaxshimi? Zo'r. Sog' bo'ling aka, yaxshi e'tiborni yo'qolman. Aka-ukalar, shunaqa avtobuslarda kim ketish istagida bo'lsa, ekrandagi nomerlarga murojaat qilinglar mana. Brat ham videodan bekinyapti, lekin mana bratni ham gapirtiramiz. Aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ha, brat, yaxshimi? Avtobusning qulayliklari qalay? Yaxshimi? Yoqyapti. Tavsiya qilasizmi boshqa yurtdoshlarga? Qilaman. Yaxshimi? Mayli aka, oq yo'l yaxshi etib oling. Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Avtobusning qulayliklari yaxshimi? Mana sideniyani yotqizib oldingiz, mana yotibsiz. Chotkimi? Telefonda gaplashilgan gap bo'ldimi? Ochiqcha rasxod ham, so'mkaga pul ber bo'lgani yo'qmi? Yo'q. Kakiyes mana keldingiz, ketyapsiz, to'g'rimi? Joy qilib berdi. Tavsiya qilasiz boshqa yurtdoshlar. Qilamiz. Hamma yo'q. Ishonib kelishaversinmi bemalol? Hamma yo'q. Yaxshi. Bo'ldi, gap yo'q, brat. Addushi oq yo'l yaxshi etib olinglar. Avtobus ham to'lib qolyapti mana. Tak что aka-uka, opa-singillar, kimda kim ketadigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga murojaat qilinglar mana. Shunaqa luks, komfortli avtobuslarimiz bor bizda. Mamatqulov Anvar yo'qmi? Salomat bo'linglar. Mamat